Dunyo biz ko'nikib ulgurishimizdan ham tezroq o'zgaryapti. Yangi texnologiyalar qoidalarni qayta yozmoqda, ham yer, ham osmon uchun. Dronlar dunyoda ham O'zbekistonda ham odatiy holga aylandi. Agrosohada ular dalalarga monitoring, aniq ishlov berish vakillarini nazorat qilishda yordam beradi. Keyin esa shahar ichidagi yetkazib beruvchi dronlar, posilkalar, dori-darmonlar, shoshilinch yuklar, ko'chalar ustida, odamlar yonida har kuni. Va bu osmonni nazorat qilish kerak. Nazorat va shaffoflik tizimi zarur. U allaqachon bor. EAS Dome C4 har bir dronni va u haqidagi barcha ma'lumotni ko'radi. Har bir ko'cha nazorat ostida. Marshrutlar, zonalar, hodisalar hammasi qayd etiladi. Shahar nazorat ostida. Mintaqa nazorat ostida. Mamlakat nazorat ostida. Har bir dronni operator kuzatadi. Marshrut, balandlik, holat, ruxsatlar. Hammasi ko'z o'ngida, hammasi himoyada. B29 zonasida obyektni kuzatyapman. Qabul qilindi, tizimga qo'shyapman. Taktik C2 konturi istalgan joyda, mamlakatning istalgan nuqtasida tezda joylanadi. Operator ma'lumotlar va harakatlarni yagona tizimga kiritadi va hammasi darhol kechikishsiz uzatiladi. Ma'lumotlar C4 markazida jamlanadi. Mutaxassislar jamoasi o'nlab ekranlar butun mamlakat bo'ylab vaziyatni real vaqt rejimida monitoring olib boriladi. EAS Dome. Bitta osmon, bitta tizim.